Salom do'stlar, sizlar bilan men yana o'sha Umarbek gamer. Bugun sizlar bilan mazza qilib Minecraft o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Xo'p, Minecraft oddiy versiya. Menimcha ko'pchilik o'ynasa kerak bu o'yinni. Qiziq rosa. Bugun sizlar bilan mazza qilib Minecraft o'yinini o'ynaymiz. Nima bilan bilmasanglar o'rgatib olaman sizlarga. Xo'sh. Aytgancha videoni ko'rishdan oldin video ostiga tushib like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Obuna bo'ling. Iltimos sizlardan yilning oxirigacha ko'proq bo'lishimiz kerak. Xo'p, biz novi mir ochamiz. Iltimos sizlardan albatta like va obuna bosib qo'ying, chunki shunchalik qiyinmi like va obuna bosish nimadir bo'lmaydi-ku. Iltimos bosib qo'yinglar. Zarar bo'lmaydi sizlarga. Xo'p, mana birinchi o'rgatadigan narsam sizlar galim yasashni bilmasanglar kerak yoki bilasizlar, bilganlar kommentariyaga yozib qoldirsin qanaqa yasaladi bilganlar. Xo'p, железный blok olasizlar. Keyin qovoq kerak bo'ladi. Qovoqdan keyin xo'sh, mana bu tarzda terib olasiz temirni va ustiga qovoq qo'yasiz va mana galimjon tayyor. Qanday galimjon aka? Qarab oling. Qovoq yegizing boshingizga. Nima plas. Galim dahshatda o'zi ham do'stlar. Joni 54 seli ham ketmaydi, o'lmaydi. Joni qattiq. Nima? Yo'q hali, o'ldirmang. Xo'p, endi sizlar bilan mana bu tuxumlarni sinab ko'ramiz. Xo'sh. Tuxumlar mana. Tuxumlar mana ko'rgan bo'lsanglar, hammasini hozir ko'rib chiqamiz. Nima chiqadi, qaysi yaxshi? 2, 3, 4, 5. Xo'p, mana birinchisiga shular. Boshlaymiz. Mana birinchisi krolik. Bu quyon ekan. Quyon mana ko'p quyon. Qora quyon ham. Xo'p, mana endi ko'rishsa ekan tovuq. Har xil tovuqlar. Uchinchisi korova, sigir ekan, mana. Sigirlar. Endi keyingisi cho'chqa. Cho'chqa burdik. Boshiga nima kiyib olgan bu cho'chqalar? Sirga o'xshab, dubulg'a kiyib olgan o'xshaydi. Hop, keyingisi ovcha, qo'y ekan bu. Volka, bu bo'ri. Keyingisi bu nima? Gepardmi? Nima bu? G'alati narsa. Keyingisi korova. Bu qo'ziqorinlisiga bitta narsa qilsa bo'ladi, shuni qaychini olib qanaqa edi? Ha, mana yoniga borib oldim. Yaxki. Ana. Kesib oladi, ko'rdinglar mana. Mana sigir qo'ziqorinligida kesganimiz uchun bu oddiy sigirga aylanib qoldi. Bu yaxkicha yana mana chiqarib olaylik ko'pidan. O'tirayoningni. Bu yaxki. Ana oddiy sigir bo'ldi. Xush kelibsiz dunyoga sigir aka. Bu yaxki qanisa. Bu yaxki kelib tur. Ovali qo'ziqorin. Bu yaxki. Rahmat. Xo'p, mayli, keyingisi bu mish dotdi. Ko'rshapalak. Mana tutib bo'lmaydi, qiyin-da.
Mayli, keyingi qatorga o'tamiz. Hamma qolib ketibdi-ku, mana shitil. Sot chiqaringlar. Prochoskani zo'ri-yu akalar, ha, qaranglar meni ma'minisini. Xo'p, keyingisiga mana hozircha shular. Birinchisi bu creeper ekan. Creeperni boshqacha qora. Enderman aka, qanday kartal bu beringchi, ha, ko'ring. Qani? Mana. Kitobdir. Narsa olishga ham ulguribdilar. Bu yoqqa kelingchi. Urushasizmi? Yana bitta chiqardim. Hali ko'p bo'lib yuraveringlar, endermanlar. Zarar yo'q. O'ldiringlar bir ikkitasini. Keyingisi bu nima bu? Bu kalamsh mana. Keyingisi skelet. Yonib ketyapti bular. Nimaga bu yonib ketyapti? So'zlashlaysi. Bu qurbaqa, kattaligini. Nimaga boshida kichkina chiqdi endi? O'rgimchak ekan. Maxluqlar oroli deb nom qo'yish kerak shu mirga. Bu nima? Bu nima? Cho'chqa, zombi, skelet. Mish. Yana. Hop, yana yaxshiroqlardan olamiz. Hop, boshimiz bu zombi. Creeper ekan. Boy oldik. Hop. Nima bu? Lekin chiroyli narsa ekan ko'rish. Bu narsani sizlar vijivaniyalar qo'llab ko'rmanglar. Sizlarni qurgan uylarni, narsalarni barbod qiladi. Men ko'rganman bir marta. Hop, bu bu havo sharimi bu? Nima bu? Nima, ikkita bo'lib qoldi bular? Mayli, bundan qilmaymiz. Yo'qol. Voy, prujina maxluq. Prujina monster. Bu jodugar, yalmog'iz bu. Xo'p, yalmog'izlar qolasizlar. Mana pavuk zaharlirog'i. 8 oyoq. Mana bu boyginasi. Ana sizlar bilan shu narsani ko'rdik, o'rgandik, nima chiqishini bilib oldik. Hop, endi sizlarga portal yasash o'rgataman. Bilmaganlar uchun birinchi o'rinda obsidian kerak bo'ladi. Keyin mana bu agniyo ekan, jajgalkada. Hop, birinchi obsidianni bu yoqqa 5 ta, tepaga 5 ta, bu yoqqa yana 5 ta. Hop, har tarafiga 5 tadan qo'yamiz. Keyin mana bu yerga olov chaqsak, bo'ldi mana. Bo'ldi. Kirsak nima bo'ladi? Qandaydir g'alati joyga tushib qolamiz. Qasrga tushib qolsangmi? Bu qanday joy bo'ldi? Voy, bu do'zaxmi? Tavba qildim. Boyagi maxluqlar. Voy, bu maxluqlar keta qolaylik. Bizga bu yerda kerakli narsa yo'q ekan. O'zini qaraylik. Nimaga bu yarim bo'lib qoldi? Qo'y uchyapti. Qo'yjon, qandaysiz? Yo'q, to'xtang bu yoqqa. Yondirib yuboraymi sizni? Bu yoqqa.
Buyoqqa yonasanmi? Yaxshi. Ha, yondi. O'l. Xo'p, bo'ldi. Keyingisi buyoqqa. Biroz tezroq yuraylik. Yaxshi, ketdik. Toqqa chiqamiz. Yana nimani o'rgatish mumkin? Nimalar bor? Xo'p. Chiq. Bolalar, nimadir quriymi? Quriymi ekan yoki qurmaymi ekan? Obsidiandan yana nima qurilardi? Menimcha bo'ldi. Bu xushyorsa emas, просто zerikkanimda qo'yib chiqqanman. Bo'ldi, piramidamiz tayyor. Xo'sh do'stlar, endi sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi videolarda videolarni ko'rish uchun soppa salomat bo'lishingiz shart. Kasal bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling. Aytgancha videoni ostiga tushib like va obunani bosib qo'ying. Yana qanday video tayyorlashimizni kommentariyaga yozib qoldiring va men shunday video olaman. Xayr, salomat bo'ling.